Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli uzoqda yaqindagi aka-ukalar, opa-singillar, xosatan Suzoq xalqi, bugun sizlarga bir iltimos bilan murojaat qilyapmiz. Abdurahmon akamiz mana ko'pchilik taniydi. Akamiz qayerda hashar bo'lsa, darslar bo'lsa, birinchi saflarda ko'rardik. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganidek, insonlarning yaxshilari odamlarga foydaligi deganda akamiz foydali insonlardan deb bilardik. Hozirgi kunda mana akamizga Alloh taolo bir katta sinov beribdi. Boshida ikkitasi bor ekan. Va mana shuning sababidan 10-15 kundan beri akamiz mustaqil hattoki bosilmay ham qolibdi. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo akamizni mana shu kasalligi sababidan gunohlarini kechirishligini, darajasini ko'tarishligini, shu bilan birga tez orada komil shifo berib, Alloh taolo o'zini yo'lida ishlatib qo'yishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hurmatli jamoat, albatta Alloh taolo agar bir bandasiga sinov beradigan bo'lsa, nafaqat uni, balki bu bilan atrofdagilarni ham sinaydi. Ya'ni atrofdagilar qanday muomala qilishiga qaraydi. Akamiz o'zi oilasi bilan, yaqin qarindoshlari bilan Qirg'iziston, O'zbekistonda qanday muolaja qilish mumkin bo'lsa hammasini qilishgan, 2 martalab operatsiya qilingan, kimyo olgan, lekin kutilgan natijalar bo'lmagandan keyin hozirgi kunda akamiz hayotini saqlab qolish uchun shifokorlar tezlik bilan Hindistonda operatsiya qilish kerakligini aytishyapti va bu uchun $30,000 miqdorida mablag' kerak bo'larkan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, albatta mu'minlar bir jasadga o'xshaydi. Agar uni bir joyga ozor yetadigan bo'lsa, butun jasad his qiladi deydi. Kelinglar birgalikda mana shu akamiz og'rig'ini his qilgan holatda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Va man ahyaha fakannama ahyan nas jami'an." Kim bir insonni yashashiga sabab bo'ladigan bo'lsa, go'yoki butun insoniyatni yashashiga sabab bo'lganini ajr oladi deydi. Kelinglar birgalikda mana shu Alloh taoloning oyatiga ko'ra akamizni yashab ketishiga sabab bo'lib, go'yoki butun insoniyatni yashashiga sabab bo'lganda ajr olishlikda birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, kimdir ko'p, kimdir oz, al-muhim Alloh yo'lida xolis qilingan har bir amal Alloh taolo nazdida katta hisoblanadi. Kimdir duosi bilan, yana kimdir kamida tarqatib bir hissamiz qo'shadigan bo'lsa, sababi ehtimol siz bilan bizda yo'q bo'lishi mumkin, lekin biz videoda tarqatsak uni kimdir ko'radigan bo'lsa va yordam qiladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganday, "Addalu alal khayri kafa'ilihi", yaxshilikka dalolat qiluvchi xuddiki uni qilgan kabi bo'ladi deydi. Ularda savobida bizga ham ulush bo'lib qoladi inshaalloh. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh, birodarlar, yaxshimisizlar? Mana ukamiz Abdurahmonni biz guvohlik o'tamiz mahallamizdan. Doim 5 mahal namozni shu masjidda o'qib kelgan. Birodarlar, inshaalloh mana shu ukamizga birinchi avvalam Alloh taolo shifoi komil ato etsin. Shu odam shu sabablik biz bilan sizlar bir yordamlar sabablik bir tuzalib oladigan bo'lsa ajab emas. Shu o'qilgan namozlarga sabab bo'lsak, qilayotgan bir Alloh taolo